DSMax dasturida tekst yozish uchun create bo'limiga o'tamiz. O'ng tomondagi create bo'limidan text bo'limiga o'tamiz, bosamiz va o'zimizga kerakli joyi bitta ustiga bosamiz va biza tekstimizni nomini yozishimiz kerak. Uning uchun biza o'ng tomonga o'tamiz, modify bo'limiga. Modify bo'limidan pastga tushsak, text bo'limi bor. Tekstga o'zimizga kerakli nomni yozsak bo'ladi. Ramazon muborak deb yozamiz. Xudo xolisa bo'ldi. Enter bossak to'g'irlanadi va o'lchamini to'g'irlamoqchimiz. O'ng tomondagi size bo'limi bor. Size bo'limidan bemalol kattaytirib, kichraytirib o'zimizga kerakli o'lchamda ishlasak bo'ladi. Misol uchun buni 50 sm qilmoqchiman. 50 sm mana yaqinlashdi va extrude qilishim kerak. Extrude qilish uchun bu yoqqa EXT deb yozaman. Extrude chiqadi, bosaman va extrudeimni bo'yini necha santimetr qilmoqchiman. Misol uchun 5 sm qalinlikda bo'lsin. Mana bo'ldi, xudo xolis. Xuddi shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Pro darslik ham mavjud. Pro darslik haqida ma'lumot olish uchun Telegram sahifaga tekst bo'limida misol qilib ko'rsatib beraman. HAADSJIN 1 deb yozsanglar, xudo xolisa mana shu akkauntni yozsanglar, bemalol pro darslik haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi.